Assalomu alaykum hammaga. Juda ko'p kishi savol beradi, quruq muskul massasini o'stirish, semirmasdan faqat muskulni o'stirish iloji bormi deb. Iloji bor, faqat juda ham gрамотно qilish kerak. Bunda yog' обязательно, molda ichki yog'i bor-ku, charvi, именно shu xolesterin ishlab chiqaradigan. Chunki organizm testosteronni shu xolesterindan ishlab chiqaradi. Yog' 1 kilo vesga 1 gram обязательно. 1-1,5 gram uglevod 2 gramgacha mumkin. Ana endi oqsil основной muskul o'sishi uchun 1,5-2 gram. Bizaniki 2,5-3 gram bo'lib ketadi. 1,5-2 gram oqsil yeyish shart. Bu narsani tuxumdan, go'shtdan olish qiyin, ketmay qoladi. Shu uchun nima qilinadi? Protein ichiladi. Protein, bu tayyor protein. Bunaqa parashokdan olib ichsangiz ham bo'ladi. Mana bu tayyor, yoningizda olib yurasiz. Qorningiz och qolganda qachon ichish mumkin? Ertalab och qolib turganda, trenirovkadan oldin, trenirovkadan keyin, trenirovka yo'q kunlari, prosta ko'chada yuribsiz, och qoldingiz, raz kirdingiz magazindan olib ichdingiz. Qancha ko'p oqsil bo'lsa, shuncha muskulni o'zi o'sadi. Semirmasdan. Mana shuni juda ham e'tiborga olinglar.